vaqtdagi Casa Grande villasi qanaqa bo'ldi? Sizga yoqdimi? Qanaqa dam oldingiz? Casa Grande villasi juda ham zo'r, ma'qul keldi. Ayniqsa katta kompaniyalarga, ya'ni ko'pchilik keladigan bo'lsa zo'r. Vaqt o'tkazishga ham sharoit, imkoniyatlar ko'p. Ya'ni bitta narsa bilan odam zerikib qolmaydi. Hammasi zo'r o'tdi. Men tavsiya qilamiz. Villa vashi zo'r, o'zimga yoqdi, to'g'risi, chunki ikkita blokdan iborat ekan. Ikkita blokga ham podvalda, misol uchun, bilyard bor, tennis bor, kompyuterlar bor ekan. Bu deyarli bemalol biz o'zi 40-50 kishi bo'lib keldik. Bemalol bizga yetdi va mana o'tirganinglardek bolalar maza qilishyapti. Sharoitlar zo'r. Toptacha zo'r, bunaqa toptachilarimiz hali kelmaganmiz. 240 kishi keladigan bo'lsa, o'sha 40 kishi bilan boshqa ketadi. No, tam ikkita bilyard, 12 ta kompyuter вообще zo'rda. Ya'ni o'rtoqlar bilan keladigan bo'lsa yoki oila bilan keladigan bo'lsa zo'r. Men o'ylab qo'ydim, masalan, to'y qiladigan bo'lsak ham birontanikini butun qarindoshlarni yig'ib turib, shu yerdan o'tkazsa bo'lar ekan. O'sha narsaga zo'r tushar ekan. Zo'r. Ya'ni o'zingiz qarindoshlarni yig'ilib, zakrat deydi. Bir to'yga o'xshagan narsa bo'ladi.